Farzandingizda tunda muzdek terlash, holsizlik, ko'p uxlash bezovta qildimi? Bu tana haroratining tushib ketishi haqida o'ylashingiz shart. Keling, bugun tana haroratining tushib ketishi haqida biroz gaplashamiz. Isitma tushib ketishining asosiy sabablari: birinchisi, ba'zi bir nevrologik kasalliklar tufayli, og'ir suvsizlanish holatlarida, burun tomchilaridan asossiz foydalanishda va eng oxirgisi bizada isitma tushiruvchi dori vositalarini katta dozada yoki keraksiz vaqtda foydalanish. Bu holatda inyeksiyon vositalardan, ya'ni ukol qilishga aslo shoshilmang. Birinchi navbatda bolani badanini quruq matolar yordamida artib, quritilib, choyshablar yordamida o'rab qo'yish tavsiya etiladi va qo'l-oyoq soqalariga iliq grelkalardan yoki baklashkalarga iliqroq suv solingan holatda qo'l-oyoq soqalariga qo'yish tavsiya etiladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qo'l va oyoq soqalarida qonaylanishni yaxshilash va termoregulyatsiya markazini me'yorlashtirish va isitmani biroz bo'lsa ham yaxshilashga qaratilgan chora-tadbir hisoblanadi. Bolalarni isitmasi odatda kech payt tushib ketishini inobatga olsak, mahalliy pediatr ko'rigiga olib borishingiz shart bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.